Bugun sizlar juda ham mazali va foydali grechka palov tayyorlaymiz. 400 gram mol yoki qo'y go'shtini maydaroq qilib to'g'rab, qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Go'shtni sevib ketganidan keyin piyozlarni solib, tillarangga kirguncha qovuramiz. Kartoshka sabzi, ketidan 3 xil bulg'or qalampiri va 1 qoshiq xamir pastasi solib, 5-6 daqiqa davomida qovurib suv solamiz. Tuz va ziravorlar berib, 40 daqiqaga dimlashtiramiz. 1 kilogram grechkani iliq suvda yaxshilab yuvamiz va tayyor bo'lgan zirvagimizga solamiz. 12 gram tuz va 1 stakan suv solamiz. Ovqatimiz yanada mazaliroq bo'lishi uchun ozgina sariyog' solib, yarim soatga dimlatamiz. Ovqatimiz pishganidan keyin ustidan ko'katlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Qarabsizki, juda hojat,